Bayram munosabati bilan yoshi kattaqalarimizni hurmati uchun baholarni вообще tak arzonlatib berdik. Kelaverasizlar magazinimizga. Xitoyning original duvochalari narxlarini вообще arzonlatib berdik. Assalomu alaykum magazinimiz obunachilari. Ko'rib turgan Xitoyning original mahsulotlaridan biri, ya'ni BMW firmani duvochasi endilikda magazinimizda medalashib o'tiribmiz. 270 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi. 400-420 ming so'mlik duvochalarimiz bo'ladi albatta. Assalomu alaykum magazin 136 obunachilari. Boshlagan kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Hayit bayram munosabati bilan yoshi kattaqalarimiz uchun hayitlik bo'lsa bizani podpischiklarimizga bo'lsin. Ko'rib turgan duvochalarni вообще baholarni arzonlatib berdik hurmatli mijozlarimiz. Ketdi gapni ko'paytirib o'tirmang, obzor bilan tanishamiz. Hurmatli mijozlarimiz, bilasizlar, BMW Xitoyning nomer 1 firmalaridan biri bo'lib keltirgan duvochamiz bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, hurmatli mijozlarimiz, narxlari 400-420 ming so'mdan kam sotilmay turgan bosh keladi, bilasizlar. Endilikda magazinimizda yoshi kattaqalarimizni hurmati uchun 350 ming so'm desam, adashgan bo'lasiz hurmatli mijozlarimiz. 320 ming so'm emas, 300 ming so'm emas. Medalashib o'tiribmiz, hurmatli mijozlar, medalashib o'tiribmiz. Narx 270 ming so'mdan magazinimizda xarid qilsangizlar bo'ladi albatta. Qaranglar, bu narsalar sizlarga svetlari bilan tanishtirib o'taman. Ketdi, ochiq seri svet, temniy go'k svet. Ya'ni bu svet trenddagi svet hisoblanadi albatta. Bu svet ham yomon emas, lekin xokkey svet bo'ladi albatta. Narxlari 270 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi albatta. Ketdi, mana qaranglar, bu duvochaga qaranglar buni. Vah. Materiallar qaranglar buni, materiallar. Hurmatli mijozlarimiz, bu narsaning narxini keladigan bo'lsak, 280 ming so'm bo'lsin, bizani podpischiklarimizga bo'lsin. Hammasi bo'lish narxi bo'ladi, hayitlik munosabati bilan albatta. 1 2 3 4, ya'ni 4 xil modeldagi duvochalarimizni sizlar uchun вообще baholarni arzonlatib tashladik. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa magazinimizga. Bu narsalarni esa sizlar bilan birma-bir obzor qilib ko'rsatamiz, qaranglar. Hurmatli mijozlarimiz, ko'rib tursizlar narxlarini. Narxlarini arzon narxda. Bemalol boshqalar bilan ham solishtirib kelsangizlar bo'ladi albatta. Narxlarni maksimalniy arzon narxda magazinimizdan topishingiz mumkin. Bu narsamiz albatta duvocha bo'ladi. Trikosni ham o'zingiz baho berib o'tinglar. Bizlarning brend uyi emblemalari qo'yilgan. Darj kerak bo'lsa zamokini aytsaboq, hurmatli mijozlarimiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, bu narsani agar e'tibor berib o'tgan bo'lsangizlar, avvalgi videolarimizda 300 ming so'mdan qo'ygan edik, hurmatli mijozlarimiz. 300 ming so'mdan, to'g'risi sotilman bahosida sizlar uchun bo'lsin, bizlarning podpischiklarimizga bo'lsin. Ketdi. Bu ko'rib turgan duvochaningiz esa 270 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Ko'pchilik mijozlarimiz yangi sal bitta uzunroq modellarini so'raydilar. Hurmatli mijozlarimiz, zakaz berib qo'ydingizlar, zakazlaringiz keldi. Bemalol magazinimizga kelib, o'z xaridlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Sizlarga bir narsani aytib o'taman, hurmatli mijozlar, bizdan taklif. Agar kelib bilmaydigan bo'lsangizlar, Urganch shahri bo'yicha dostavkamiz besplatniy. Dostavkamiz besplat Urganch shahri bo'yicha. Yaqqan svetingizni aytasiz, razmerini aytasiz, bo'ldi. Shaxsan o'zlarimiz olib borib yuboramiz. Urganch shahri bo'yicha viloyat tumanlari bo'ladigan bo'lsa, hurmatli mijozlarimiz, viloyat tumanlari esa taksi orqali chiqarib beramiz. Ana arealni taksis bilan kelishaverasiz pullarni. Hurmatli mijozlar, ko'rib tursizlar rasvetkani. Bu narsani materiallarga keladigan bo'lsak, xullas, gapni ochig'ini aytadigan bo'lsam, BMW firmani gigant mijozlarimiz dim yaxshi biladi. Reklama etib o'tirishimiz shart emas. Razmerlari L dan 3XLgacha chiqadi, hurmatli mijozlar. Ketdi, navbatdagi svetdan bir qator e'tibor berib o'tinglar. Bu narsalarning hammasi trikosini o'zinikini svetda bo'ladi albatta. Ham trikosi ustga tikilmagan, hurmatli mijozlar, bolshimeka qilib tikilgan. Bu narsani trikosidan keladigan bo'lsak, dimom ustga emas, dimom elli emas. Bu o'rtacha variantda qilib tikilgan. O'rta yoshdagi og'alarimiz uchun bo'ladi bu narsamiz. Bu narsalarimiz esa katta yoshdagi og'alarimiz uchun. Ko'rib tursizlar. Sizlarga nechta svet yoqdi bilmadim-ku, shaxsan men o'zim, lekin bu svet dim yoqdi. Gigant vaqt odamlar shunday darajada qo'nib turadi. Qora parangroq odamlarimizdan bemalol ochib turadi. Ham Xitoyning original mahsulotlaridan biri. 100% original, hurmatli mijozlarimiz. Tanlovda adashmaymiz. Adres bo'yicha yana bir qator tushuntirib o'taman. Urganch buyum bozori 3-qator 136-magazin. Hammangizni magazin 136 ga kutib qolamiz. Sizlar bilan Kamina deda ham bo'ldi.